Assalomu alaykum. Asosan akalarimiz. Kech bo'lishiga qaramasdan mana bugun 2026-yil 8-mart kuni Samarqand bozoriga yuklarimizni chiqaramiz. 100 ta 2 xonalik 10 tadan 20 ta ketadigan eshikdan 50 ta 14 ramkalik 2 xonalik eshikdan 14 ramkalik eshiklarimiz o'sha holatda bo'ladi. Narxi 350 mingdan. Eshiklarimiz 420 ming so'mdan. Hozir Ramazonga aksiya narxlarga. Agar kimda kim kerak bo'lsa, Kitob Sarosiyodan Qashqadaryo Kitob tumani Sarosiyo qishlog'idan 100 kilometr atrofiga dostavkamiz besplatni bo'ladi. Shu narxda. Ushbu eshiklarimiz bu. Menli kursiyalarimiz ham bor. 2 xonalik, 4 xonalik, cho'ntaklik. Mana cho'ntakli eshiklarimiz 11 tadan 22 ta ram ketadi. 10 tadan 20 ta sezoniga ketadi. Cho'ntakka lidak ochib qo'yilgan. Pergordkasi yo'q. Agar kerak bo'lsa yana qo'yib beramiz. 16 ramkalik eshiklarimiz bor. 14 ramkaliklar bor. Bu yerga hozircha zapas. Ram detallarimiz mashq holatda. Ram detallarimiz. Bu teshilgan holatda jo'natiladi hozir. Samarqandga. Sifati mana shunday holatda 5 ta teshigi bor. Teshilgan ram detallarimiz narxi 4 ming so'm. Teshilmagan 3800 so'm. Sim tortilgani, taranqam tortilgani hozirga 5 ming so'mdan qilib beramiz. Manzilimiz shu Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Sarosiyo qishlog'ida joylashgan. Xo'p, yuklarimiz bo'lsa ortali bo'linyapti. Shunday holatda